Azizlar, bemorimizga podteshka amaliyoti rejalashtirdik. Ko'rib turibsizlar, mana chandiq va sohani belgilab qo'yganman. Juda ham katta miqdorda chandiqlari bor. Xudo xohlasa, o'sha chandiqlarni bartaraf qilib berishga harakat qilamiz. Azizlar, navbatdagi kosmetolog qurboni. Xo'p, bemorimizga nima operatsiya o'tkazib berdik? Juda ham katta miqdorda kosmetologdan keyingi qolgan chandiqlar bor edi. Kosmetolog bundan oldin 2 marta yuz tortaman deb terini kesib tikish amaliyotini o'tkazgan edi. Xo'p, bugungi kunga kelib turib katta bo'lgan, xunuk bo'lgan chandiqlar qolib ketganda, o'sha chandiqlarni bartaraf qilib, yuzlarini juda ham chiroyli qilib tortib berdik. Pastki jag'larning konturlarini juda ham chiroyli chiqardik. Mana bu g'adir-budirliklarga e'tibor bermaysizlar. Bu narsalar drenaj deyiladi. Shunaqa qo'yib qo'yiladi operatsiyadan keyin. Chandiq holatlariga e'tibor berasizlar. Xudo xohlasa chandiqlardan xalos bo'lib, juda ham chiroyli, yaxshi natija bo'ldi. Operatsiya paytida qiynalmadingizmi? Yo'q. Azizlar, xudo xohlasa bemorimiz tuzalgandan keyingi natijalarni ham sizlar bilan ko'rishamiz. Bizlarni qo'llab-quvvatlash uchun like, kommentariya esdan chiqmasin, aktiv bo'linglar.